Xullas shunaqa nogiron insonga, quloqlari eshitmaydigan insonga turmushga chiqib berishganligini chimildiqda o'rganganman, u insonda shunaqa nuqsoni borligini. Bilganim bilan hech narsani o'zgartirmasdi bu. Majbur edim baribir. Bilsam ham, bilmasam ham mana shu inson bilan men yashashim kerak edi, chunki men o'sha insonga uni men uyimdagilar bergan. Xullas kalom, o'sha kuni boshimdan bir chelak muzdek suvni to'kib yuborishgandek bo'lgan. Afsuski, shundoq ham o'zi hayot zarbalari og'ir zarbalarini olib turgan holatimda u ham bitta og'ir zarba bo'lib kelgan menga, u insonda bunaqa nuqsoni borligi, eshitmasligi, gapirmasligi. Lekin mening ilojim yo'q edi aytib o'tganimdek. O'sha kuni o'zim bilan o'zim gaplashib, majbursan, bu inson ham o'zi xohlab bunaqa nogiron bo'lib qolmagan. Alloh xohlaganki mana shunaqa bo'lgan. Bu inson ham sog'lom bo'lib dunyoda yashashni xohlardi menimcha. Lekin Alloh xohlagan, majbursan. Balkim senga mana shu insonni baxtli qilsang, balkim senga Allohning mukofoti bordir, balkim bu ham nimagadir sababdir deb o'zim bilan o'zim gaplashib, xullas kalom Alloh uchun mana shu inson bilan yashab ketishlikka, mana shu insonni baxtli qilishlikka o'zimga qaror qabul qilib, katta hayotga qadam qo'yganman. Va oradan 3-4 kun vaqt o'tib, u insonni gapirsa gaplarini tushunmasdi. Men gapirsam u inson tushunmasdi, tushuntira olmasdim. Gaplarini tushunmasam kaltaga urib urishdi boshlagan. Shunaqa qilib oradan 3-4 oy vaqt o'tgan. 3-4 oy vaqt ichida homilador bo'lganman. Homilador bo'lganimdan keyin katta farzandimga u insonning onasi, o'sha qaynona, u insonni Rossiyaga jo'natishni xohlagan. Rossiyada o'zini qizini, kuyov bolasi, o'sha yerda kafelari bor, o'sha yerda u ham povur bo'lib ishlashligini va o'sha yerda ishlab kelishligini aytgan va ketgan Rossiyaga. Rossiyaga ketib 1 yildan keyin qaytib kelgan. U vaqtgacha men farzandim 9 oylik bo'lgan. Farzandim o'zim dunyoga keltirganman. Keyin shu oradan 1 yil vaqt o'tib u inson qaytib kelgan. Qaytib kelgandan keyin ham yana shunaqa g'alva, janjallar, shunaqa hayot boshlangan yana. Gapiga tushunmasam urishligi, qo'l ko'tarishligi, shular yana davom etgan. Farzandim bilan o'sha bir kun yana shunaqa g'alva bo'lgan, janjal bo'lgan, gapini tushunmaganman. Nimadir noto'g'ri bo'lgan, u inson o'sha noto'g'ri deb hisoblagan narsasi bo'lgan, nima bilmadim, lekin nimani noto'g'ri deb hisoblagan. Shu ko'chaga olib chiqib qo'ygan kechasi soat 12 da katta farzandim bilan ko'chaga olib chiqib qo'ygan, chiqib ketganman onam uyiga va men eplolmasligimni o'zimga qabul qilganman. Eplolmayman men buni. Bu inson bilan yashab keta olmayman ekanman. Demakki, ilojim yo'q. O'zimni zo'rlab bu inson bilan yashashga harakat qilganim bilan u inson o'zi ham men bilan yasha olmayapti. Yasha olmayman, ona ajrashaman deb onamga shunaqa deganman, lekin onam rozi bo'lmagan. Ikkinchi farzandimga homiladorligimni bilganman yana. Rossiyadan kelgandan keyin yana homilador bo'lib qolgan ekanman. Ikkinchi farzandimga homiladorligimni o'rganganman. Onam yana yalinib qaytarib olib chiqib qo'ygan. Yana shunaqa qilib